Qaysi sport turi sportlar qiroli? Qaysi sport qiroldek hukmron? Qaysi biri sahnaga chiqqanda dunyo to'xtaydi? Maydon jang maydoni. O'yinchilar jangchilar. Har zarba, har pas bu o'qdek tez qaror. Sekund oltin, bir xato mag'lubiyat. Boshqa sportlarda yoqqa jasorat bor, lekin bu yerda jamoa san'ati hukmron. Taktika, strategiya, aql va ruhning kurashi. Tomoshabin millionlab. Har yurak birgalikda uradi. Bu global teatr. Bu sport madaniyatga aylangan. Braziliya ko'chalaridan tortib Yevropa stadionlarigacha har yerda bir xil ehtiros, bir xil qichqiriq. Hech bir sport shuncha odamni birlashtirmagan. Hech biri shuncha pul, siyosat, tarix yaratmagan. Boks kuchli, basketbol dinamik, shaxmat aqlni charxlaydi, lekin bu sport hammasining yig'indisi. Tezlik, taktika, kuch, iroda, jamoa ruhi, global ta'sir. Bir dona to'p dunyoni aylantiradi. Bir dona o'yin yig'latib millionlarni kuldiradi. Shuning uchun sportlar qiroli bitta. Uning nomi futbol.